Assalomu alaykum. Bugungi videoda ip o'tkazishni ko'rsatib beraman. Shu 3 ipli agarda to'g'ri ip o'tkazish. Birinchi o'rinda shu o'ng tomondan mana shu pastdagi ipni o'tkazgan yaxshi. Mana hozir bu yerdan chiqadi. Bu yerdan chiqqan holatda keyin bunga tushadi. Ko'pchilik biladi, endi bilmaganlar uchun yana bir eslatma bo'ladi. Keyin mana shu joyda teshik bor, shu yerdan tushib ketadi pastga. Bu yerdan tushgandan keyin bu yer joydan o'tadi. Mana. Endi mana shu teshikka o'tkazamiz. Hop. Bu yerda o'tgandan keyin mana shu joyga e'tibor beringlar. Mana ko'pchilik mana shu yerda ham adashadi. Shuni ichiga olingandan keyin mana ip polniy o'tkazgandan keyin shu orasidan mana shu orasidan ipni tortib mana shu yerdan ip tortiladi. Bunga ilish kerak. Mana. Ko'pchilik shu yerda adashadi, keyin mashinasi tortishib yoki boshqacha tikilgan bo'lib qoladi mana. Shu holatda turadi. Ko'ryaptimi bu? Mana. Endi bundan o'tkazadigan boshqa joy tugadi. Endi petlitrga navbat keldi. Shu orqa tarafidan, petlitr orqa tarafidan oldiga qarab o'tkaziladi. Mana shu yerda. Mana shu joyda o'tkazgandan keyin qaytarib yana bu joyga o'tkazib qo'yish kerak. Magnit bor ekan. Qiyin bo'lyapti, hozir kamera yonimda turgani uchun mana bunga o'tkazgandan keyin buni tepaga chiqarib qo'yish kerak ipini. Tashqariga mana shu yerdan tortib tepaga chiqarib qo'yiladi. Bo'ldi. Endi ikkinchi ipni ninaga o'tkazamiz. Ninaga ham shu joyda o'tkaziladi. Mana shu joyga ham e'tibor beringlar. Bunda endi shu oralikka mahkam solib qo'yish kerak. Katta tortib solib qo'yasizlar. Bu tarelka deydi, shuni orasiga tushmay qolsa bo'sh tikishi mumkin mashina. Choki yirishib tikadi. Endi shu tepadan o'tkazamiz. Bu yerdan o'tkazgandan keyin ninaga o'tkazish oson, buni bilasizlar. Bu joydan o'tkazamiz. Bu yerdan chiqarib sirasi bu yerdan tushadi. Ha. Bu yer aylanadi. Endi bu yerdan aylantirib qo'yamiz. Ninaga o'ziga o'tkazayotganda to'xtatib turasizlar, chunki 3-ipimizni o'tkazishimiz kerak. 3-ipga o'tkazamiz endi. Bu ikkala ipni tepaga olib ushlab turamiz. 3-ip boshlanishi mana shu lapga ko'taradigan temiri turibdi. Mana shu teshikdan o'tkazgan holatda mashinaning orqasida teshik bor, buni ko'rgansizlar, mana shu mashinaning orqasida teshik bor, qopqog'ida. Shu qopqog'idan o'tkazamiz. Buni o'tkazib oldik. Qopqog'idan chiqqandan keyin mana shu yerda bunda ham pastki petlitrlarga olib chiqiladigan burni bor. Mana shu teshikdan o'tkazgandan keyin endi tepadan bunga mahkam solib qo'yasizlar. Solingandan keyin mana endi mashinamizni shu mashinada mana teshik bor. Shu yerdan o'tkazamiz ipni. Ip aniqroq bo'lishi uchun doim ikkiga bo'shab o'tkazaman, osonroq o'tadi. Mana. Ip chiqdi bu joydan. Endi e'tibor beringlar, mana shu yerda juda ko'pchilik adashadi. Adashmaydi, ko'rmay qoladi shu yerdagi narsasini, detalini. Mana shu narsani qaranglar mana. Mana shu oralikka solasizlar, solinganda, mana bu ichkarida bitta purjini turibdi, yaqinroqdan ko'rsatib qo'yaman. Kichkina simchasi bor mana shu yerda. Kim ko'ryapti mana bu detalni? Mana. Mana shu kichkina simga ilmasa, material tikkanda chokki hali bir-birining orasiga aralashib nima bo'lib ketadi-yu? Bitta bo'lib ketadi-yu, shunaqa holat kuzatiladi. Birinchi mana shu joydan, mana shu detaldan ilib olasizlar. Mana shu orqa tarafidan sekin o'tkazish kerak. Sekin. Shuni yaptimi? Mana shuni shu yerga olib borsanglar, o'zi ushlab qoladi, iladi shu. Mana o'tdi. Endi shu plastikasini chiqarib olib ko'rsatib beray sizlarga, mana shu petlitrdan o'tkazishni ko'rinmaydigan hozir hech qanaqasiga. Plastikasini chiqarib oldik. Mana endi juda oson holatda ko'rinadi. Pastdagi petlitrda shu orqa tarafidan ipni o'tkazasizlar.
qaytarib turib, uchidan o'tkazib qo'yasizlar. Orqaga yana qaytarasizlar. Mana bunday o'tadi. Endi shuni uchidan o'tkazib qo'ysanglar bo'ldi. Mana shu eng to'g'ri ip o'tkazish. Endi ipni girovka qilish bo'yicha qaranglar. Doim pastdan o'tayotgan iplaringlar bo'shroq kelsin. Bo'sh kelmasa, ninaning ipini tortib, cho'kka bir-biriga qo'shilib, zijlashtirib matoni. Ishni ham ko'rsatib beraman. Hop, bu pastdan kelayotgan ip ham bo'sh bo'lsin. Ninaning ipi kattaroq bo'ladi unga nisbatan. Endi plastinkasini solib tikib beraman. Mana chokini ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafi hozir yana hozir mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa sizlarda. Ko'ryapsizlarmi? Ninaning ipi biroz bo'shroq. Ammo pastdan kelayotgan ip bo'lsa, petlitra ipi, eng oxirida o'tkazgan ipimiz kattaroq kelyapti ekan. Shuni bo'shatasizlar mana. Hozir bo'shatamiz. Ninaning ipini biroz qatirib qo'yasizlar tepasidan.